Hazır sözümüzde Apas rayonunun medeniyet bölümü işletişisi Mingaziyev Rızdem Hasiboğlu'na veririz. Değerli genç dostlar, değerli genç birinchi noyabrda Apasda ham butun dunyoda derga deb aytaman. Apasımızdan, Tataristonimizdan Mo'ng'ul sandoqachi Sarapa Sadıqovning tug'an kunini belgilab o'tdilar. Mana bugungi bayramga biz büyük shodlanib, mana birinchi retda o'tirgan o'sha qarindoshlarimiz bilan shodlanib keldik. Büyük zo'r rahmat. Ushbu bayram ishtirokchilari uchun. To'g'ridan tugul bizning rayonimiz rayonimizda bek g'ururlanamiz. Sarapamiz bilan mana degan muzey ishlab turadi. Alfaq o'zning tirishchiligi bilan kelasi yilga turistik marshrut ajratib olamiz. Foyda ko'rib mana abishek bitamiz rayon boshlig'ida hamda Apasda bek matbuotxona Uram Sarapa ismida muzey, kitobxona, madaniyat o'shalarida ana har vaqtda o'rnab turdi. Bek zo'r rahmat, mana shulay bizning bilan Apas rayoni bilan ilgari turganimiz uchun Apasga ular rahmat. Yil ketib qaytmishda u dunyoda qolamiz. Ular muzeyda turadi. Rahmat shulay aralashib yashaganmisin. Ham endi rayon boshlig'i ismidan rahmat xatini o'qib ketirga arsatdingiz. Hurmatli Alfiya Aziz qizi, Apos rayoni xalqi ham shaxsan o'z ismidan madaniyat өлкәсендә qo'ygan ulug' xizmatingiz uchun zo'r rahmatimni bildiraman. Sizning san'atingiz yillar o'zi bilan tanitmay, sizning bilan Apos rayoni orasida tugan do'stona ham ishliqli munosabatlarni saqlab qolishga ishonaman. Sizga yangi ijodiy yumushlar, qiziqli ideyalar, uzoq yillarga yetari energiya, ko'ngil kirligi, uzun umr, naq salomatlik, baxт, eminlik tilab qolaman. Rayon boshlig'i G'ayrat Abduxoliqova Jironchi. Bilen var bunda.